Bugungi videoda sizlar bilan himoyani to'g'ri qilishni o'rganamiz. Ko'pchilik boksda himoya qilganda qiladigan xatolarni ko'rsatib o'tmoqchiman. Uklon qilganda qo'lini pastga tushiradi ko'plar. Qo'lini pastga, boshi ochiq. Nurok qilganda boshini pastga egib, bundoq qiladi. Keyin achchashka qilganda qo'lini tushiradi pastga. Achchashka qilganda qo'lini tushiradi. Yo'q, bu umuman noto'g'ri. Hozirga qanday to'g'ri qilishni ko'rsataman. Birinchisi uklon. Oyoqni sal kengroq ochib, sal o'tirib olamiz oyoqda. Hop, mana korpus bilan. Hop. Hop, qo'lajag'i yonida. Hop. Ikkinchisi nurok. Hop, korpus aylanadi. Oyoqqa o'tiramiz, korpus aylanadi. 1 2 1 2. Uchinchisi achchashka. Xuddi shunaqa orqa oyoqqa sal o'tiramiz, qo'lajag'i yonida mana. Orqaga qadam tashlaymiz, o'tiramiz. 1 2 1 2. Endi hammasini bitta qilib. Video yoqqan bo'lsa, like, kommentariy yozib qoldiring. Rahmat hammaga.